Qarg'a va paxta. Nasiba Erxonova. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir dono qarg'a bo'lgan ekan. U insonlarning tilini tushunarkan. Bir kuni u paxta dalasi ustidan uchib ketayotsa, paxtakorlar: "Bu tergan paxtalarimiz yog' bo'ladi, kiyim bosh bo'ladi", deya suhbatlashayotganini eshitibdi. Shunda qarg'a paxtadan bir dona chigitni olib, tikuvchiga olib boribdi-da: "Hormang, tikuvchi xola, menga shu chigitdan ko'ylak tikib bering", debdi. "Sen avval dehqonga bor, u chigitni ekadi, paxta holiga keltiradi", debdi tikuvchi. Qarg'a chigitni dalada mehnat qilayotgan dehqon boboga olib boribdi. "Hormang, dehqon bobo, iltimos mana shu chigitni ekib, hosilini menga bering, undan o'zimga kiyim tiktirmoqchiman", debdi-da uchib ketibdi. Dehqon bahor, yoz, kuzda mehnat qilib, chigitni o'stirib, g'o'zadagi chanoqlarda ochilgan lo'ppi paxtalarni terib olibdi. Shunda qarg'a kelib hosilni olibdi-da, tikuvchi xolaning oldiga borib: "Ana endi ko'ylak tikib bering", debdi. "Voy shoshqaloq qarg'a voy, endi paxtani ip yigiruvchiga olib bor, u ip tayyorlab bersin", debdi. Qarg'a paxtani ip yigiruvchining oldiga olib borib: "Hormang, ip yigiruvchi xola, mana bu paxtalardan ip yigirib bering", deb iltimos qilibdi. Ip yigiruvchi paxtani chigitlardan ajratib, urchuqda aylantirib, ip qilib beribdi. "Endi kiyim tikib bering", deb qarg'a tikuvchiga iplarni olib boribdi. "Axir ipdan kiyim tikib bo'larmidi? Endi ipni to'quvchiga olib borgin, mato to'qib bersin", debdi tikuvchi. Qarg'a to'quvchining oldiga ravona bo'libdi. "Assalomu alaykum, to'quvchi amaki, menga yordamingiz kerak. Mana bu ipdan mato to'qib bering, undan kiyim tiktirmoqchiman", debdi qarg'avoy. To'quvchi iplarni birma-bir taxlab, mato to'qib beribdi. "Rahmat sizga", deganicha qarg'a tikuvchining yoniga uchib boribdi. "Axir bu oppoq matodan kiyim tikib bo'lmaydi-ku. Ko'ylagimiz chiroyli chiqishi uchun uni gul bosuvchiga olib bor. U matoni chiroyli gazlamaga aylantirib beradi", debdi tikuvchi. Qarg'a gul bosuvchini izlab ketibdi. "Hormang, gul bosuvchi amaki, shu matoni gulli gazlamaga aylantirib bering, iltimos", debdi qarg'a. Gul bosuvchi matoga rang-barang tasvirlar tushiribdi. Qarg'a uni shosha-pisha tikuvchi xolaga olib boribdi. "Mana endi bu gazlamadan senga ko'ylak tiksa bo'ladi", debdi tikuvchi va 3 kun muhlat so'rabdi. 3 kun o'tib, qarg'avoy kelishiga tikuvchi uning egniga mos chiroyli kiyimni tikib bitiribdi. "Rahmat sizga tikuvchi xola", deb qarg'a minnatdorchilik bildiribdi-da, o'z uyiga uchib ketibdi. Qo'shni qushlar qarg'aning egnidagi kiyimni ko'rib juda havas qilibdi. Uni qayerdan olganini so'ragan ekan, qarg'a shunday debdi: "Bu kiyim paxtadan bo'lgan. Lekin kichkinagina chigit paxta holiga kelguncha bobo dehqon 3 fasl bahor, yoz, kuz tinim bilmay mehnat qilarkan. So'ng paxtani mato holiga keltirguncha ip yigiruvchi, to'quvchi, gul bosuvchilar ishlarkan. Keyin undan kiyim tiksa bo'larkan." Bu gaplarni diqqat bilan tinglab turgan qushlar chug'ur-chug'ur qilib, paxtaga mehnati singan barcha insonlarga rahmat aytishibdi.